Bugun chirigan miyalarni biroz qo'zg'atamiz. Dream va Dakuavis. Aytishingiz mumkin bular Minecraft afsonalari deb. Lekin afsona bo'lish uchun bular biroz musullik qiladi. Men Dakuavis hech bo'lmasa video fakeligi haqida video opisaniyasida biror nima qoldirganmikin deb tekshirib ko'rgandim. Ha, bu o'z kanalimdagi 2 yil oldingi videoyim. O'sha paytda bu video fikrlarni o'zgartira oladi deb o'yladim. Lekin kommentlarni o'qib chiqib adashganim uchundim. Birinchi bo'lib Dakuavis. To'g'risi bu absurd haqida nima deyish mumkin? Bu haypajor birinchi videolardanoq katta YouTuberlarga osilgan. Videolarda ularni xuddi NPC'ga o'xshab portlatadi, uloqtiradi, cho'ktiradi, xullas har qanday pozada xo'rlaydi. Uni videosiga chiqqan YouTuberlar ham jin emas, tuzoqni ko'rib turibsiga sakraydigan. Ko'rishimiz mumkin, to'dalanib, qurollanib, ko'zda qon bilan kelayotgan o'yinchilar millisekundlar ichida sharmandalarcha o'lib ketyapti. U xuddi vaqtni oldindan ko'radigandek, raqibini keyinga qo'yadigan qadamlarga blok yoki TNT qo'yadi, raqib ham tupoy o'zini tutib beradi. Buni qarangki, u shunaqangi katta shaxta yonida spawn bo'ldi. Buni qarangki, aynan u sakragan joyda bunaqangi ko'p o'rgimchak to'ri bor. Buni qarangki, uni orqasidan hamma o'yinchilar sakradi va buni qarangki, u yerda creeper ham bor va g'or ichida portal. Tasodiflar biroz ko'pday tuyulmayaptimi? Bu videoga e'tibor bering. U singan portal yonidagi sandiqdan samaradorligi 5 bo'lgan ketmon topadi. Lekin bunaqangi sandiqlardan uzoq samaradorligi 3 darajadagi qurollar chiqadi. Chitlarsiz bunday kuchli qurollarni kartani 1000 martalab qaytadan olsangiz ham topish iloji yo'q. U portalga kirganda esa achievement belgisi chatda chiqmadi. Demak, portalning yangiligi emas. Xullas, agar faktlarga ishonmasangiz izlanib ko'ring. Videoda kuzatuvchini uzoq ushlab turadigan narsa bu albatta qizlar. Ayniqsa ular chiroyli va ochiqroq kiyingan bo'lsa, tomoshabin videoni so'laga oqib ko'radi. Shunaqa uning katta prosmotrlari shular sababli. U tipa qizlarga bullying qiladi, keyin qizlar revanch olishga harakat qiladi, lekin Dakuavis ularni o'ldiradi. Bu darajadagi katta hype'ni orqasidan ko'tarish oson albatta. Ko'rishimiz mumkin, u hatto previewlarda ham Dream va Technoblade'ning skinlaridan foydalanadi. To'g'ri, Dream bilan video bo'ldi, lekin ular tanishganiga va kollaboratsiya qilganlariga atigi 1 yil bo'ldi. 2025-yil 11-may. Lekin Dakuavis ijodini boshlagandan beri Dreamning skindan foydalanadi. O'tgan safargi videoimda ko'pchilikni ko'merni gapirib qo'yganim uchun ko'tlar ochib kommentda bor dardlarni to'kib sotishgandi. Mana shu odam uchun chichoriylar kimga fanatlik qilyapsizlar o'zi. Undan tashqari eng asabga tegadigani, u Technoblade bilan ham shunday video olgan. Aniqrog'i soxta Technoblade bilan. Bu dalbat Technoblade darajasiga yaqin emas. MrBeast tomonidan uyushtirilgan battleda Technoblade Dreamni yanchib tashaganini hammamiz ko'rganmiz. Dream bilan Dakuavis battleda esa u hatto Dreamga yutqizgan. O'zi umuman Technoblade o'limidan keyin Dakuavis tomonidan bunday video juda katta haytga sabab bo'lgan. Technoblade uni hatto tanimagan ham. Endi esa Dreamnikini chaynamoqchi bo'lganlarni to'xtatmoqchiman. Uni albatta mashhur harakatlar bilan taniysiz. Masalan, uni ferma ariqchasiga tog'dan sakragani. Okey, yaxshi harakat. Lekin ko'rishimiz mumkinki, u sakrashdan oldin yerda hech qanday fermani ko'rmagan. Tabiiyki, suvni ham. O'zi umuman tog'ning ustidan boshlash kerakmi? Albatta bunday harakatni amalga oshirish uchun. Yoki Minecraft Speedrunner vs 3 Hunters videosida 32-minutida Dream ko'rinmaslik damlamasini ichadi. Sizlarga aytsam, ko'rinmaslik damlamasi o'yinchilarga nisbatan foydasiz. Chunki effektlar bilan ko'rinib turadi. Birinchi bo'lib uning oldidan George o'tadi, lekin effektlarni ko'rmaydi, keyin esa Bad Boy qaraydi va u ham ko'rmaydi. Aytgancha, agar Dreamni dadam deb qabul qilayotgan bo'lsangiz va bu gapimga qarshi argument topmoqchi bo'lsangiz, oldindan o'zim aytaman. George daltonik, u qizil va yashil ranglarni ajrata olmaydi. Bo'ldi. Faqatgina qizil va yashil ranglarni. Effekt esa kulrang rangda. Yana har 2 daqiqada kutilmagan vaziyatlar bo'ladi. E'tibor bilan ko'rsanglar, videoda ko'p joylar kesilmagan, bu degani karta oldindan tayyorlangan. Yoki mana bu sahnani ham bilsangiz kerak. Dream o'limidan bir necha sekund oldin ajdarni o'ldiradi. Lekin biroz oldingi holatni ko'rishimiz mumkin. U portalni ochib baqirib tashladi. Narsalarni lavaga tashlayapti, portalga kirib ham ajdarni o'ldirishga harakat qilmayapti. Xullas, sheriklari kelish uchun vaqt ajratyapti.
Tasodif deydigan bo'lsangiz, e'tibor bilan kuzating. U hatto sheriklari oldida ham Ajdarga noaniq zarbalar beryapti. Agar siz hali ham shunaqa harakatlarga ishonadigan bo'lsangiz, o'zingizni psixolog yoki pediatr, xullas har qanday ruhiy kasalliklar bilan ishlaydigan doktorga ko'rsatib oling. Xullas, agar miyangizda oz bo'lsa-da fikrlash uchun 3 kun qolgan bo'lsa, so'kib yozishdan oldin o'ylanib ko'ring. Dream haqida hali alohida video qilishim kerak. Albatta bu haqida ham fikringizni kommentlarda kutaman. Do'stlar, videoni shu yerda yakunlaymiz. Telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmang. U yerda bundan ham qiziq mavzularni topa olasiz. Hammaga xayr.